Aniq bilaman, bunaqa chakchak hali ko'rmagansizlar. Kelinglar birga tayyorlaymiz. Ikkita tuxumimizga ikkita tuxumni sarig'ini qo'shib olamiz. Chimdim tuz va chayni sodaga limonni siqib sova olamiz. Birov yaxshilab aralashtirib, elangan 300 gram unimizni qo'shib, yumshoqqina xamir qilamiz. Xamirlarimiz tinib chiqquncha siropini tayyorlaymiz. Siropimizga 100 gram suv, 200 gram shakar va limon suvini siqib, ozgina qaynatib olamiz. Qaynab chiqqandan keyin 2 qoshiq asalimizni solib, 9 minut qaynatib olamiz. Ozgina karamel holatiga kelib, sarg'aygandan keyin o'chiramiz. Xamirlarimiz tinib chiqqandan keyin chiroyli qilib yoyib olamiz. Bunaqa qalin bo'lib ketish kerak emas. Xamirlarimizni yoygandan keyin shunaqa katta-katta qilib kesib olamiz. Xamirlarimizni ozgina unlab, buklab olamiz. Nasatkada chiroyli qilib men ko'rsatganimdek kesib, aylantirib o'rab olamiz. Ochilib ketmasligi uchun zubachiskada qotirib olamiz. Oldindan qizib sovigan yog'imizga chakchaklarimizni shunaqa ustidan yog' qo'yib pishirib olamiz. Siroplarni ham ustidan qo'yib olamiz. Chetlaridan chiqqan o'xshamaganlarini shunaqa qolipga solib, kesa chakchak qilib bu chakchak aniq hay dasturxoningizni chiroyli qilib ochib beradi. Oddiy chakchakdan zerikanlar uchun bu chakchak ayni muddao bo'ladi.